طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا مبشرا ونذيرا. Qur'oni Kerimni nurluq hidayat qilib tushirgan Muhammad alayhisolatu vasallamni barliq insonlarni dunyo va oxirat rahmatga erishtirish uchun bishoratchi va Allohning azobi do'zaxdan ogohlantiruvchi payg'ambar qilib avatgan Allohga ko'pdan ko'p hamdini aytamiz va Muhammad alayhissalomning nuri hidoyatini qabul qilib dünya insonlarini va o'zini va atrofidagi kishilarni islomiy da'vatga chaqirmoqchi bo'lgan va islom hidoyatining nurini dunyoda yo'ritmoqchi bo'lgan barliq o'quvchi yosh qarindoshlarimizga Allohning rahmatini so'raymiz. Hammanglarga Allohning salomi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz tövende o'ttirib qo'ymoqchi bo'lgan darslik yoshlar va ularni da'vat qilishning g'imi degan temadagi darslik. Bizningki da'vat qilish temamiz yuqorida bir qancha qismdan iborat islomningki da'vat qilish yo'llaridagi asoslarni va da'vat qiluvchi shaxslarning ahvolini bayon qilgandan keyin yana da'vat qiluvchi nima orqali nimaga erishib da'vat qiladi degan temada bizga bu tövendeki darslik o'ttirib qo'yilmoqda. Alloh taolo Qur'oni Karimda A'udhu billahi minashshaytonirrojim ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim g'ayril mag'dubi alayhim veladdallin degan. Ya'ni sen ularga Allah in'am qilgan payg'ambarlar, siddiqlar va solihlardan iborat Alloh taolo ularga iymon, nur va islom hidoyatini in'am qilgan kishilarning yo'liga boshig'in. Sening g'azabingga yo'liqqan emas va azib ketgan emas deb biz bundan da'vat qilish hayotimizda o'rnak qiladigan kishilarni Alloh Qur'oni Karimda alohida bayon qilib, da'vatning 3-chi asosi bo'lgan Allohga e'tiqod qilish, shirk keltirmaslikdan iborat 1-chi asos, ikkinchisi payg'ambar alayhissalatu vasallamning ilib kelgan mo'jiza Qur'oni Karim islom diniga ishonish bo'lsa, 3-chisi mushu da'vatni ustun qilish yo'llarida da'vatda bizga ulgu bo'ladigan shaxslarni ulgu qilib minishdan iborat bo'lgan yo'lni bizga Alloh Qur'oni Karimda sura Fatihada ko'rsatgan. Maqsad dunyodagi har qanday bir hayotda, her qanday bir ish harakatda, her qanday bir faoliyatda, her bir insonning qalbida o'zi iqtido qilib, erishib, uning to'g'ri deb uningga obraz qilib, keyindan mangdigan kishilar bo'ladi. Artistlar mashhur bo'lgan dunyoda kishilarga shaytoniy bo'lgan fikrlarni, shaytoniy bo'lgan obrazlarni yarata oladigan artistni o'ziga ulug' qiladi. Dinsizlar Karl Marx, Lenin, Stalindek neçe min adam, neçe milyon adamni dünyada qirg'in qilishga, ularning aqlini, hayotini, ularning dinini, ularning haqiqiy ilohiy bo'lgan ilohi bilan bo'lgan munosabatini, ularning haqiqiy oxiratga bo'lgan munosabatini o'ltirgan haqiqiy qotillarni bir adamni o'ltirsa qotil deb atalsa, neçe milyon adamlarni vayron qilganlarni siyosiy deb atab, shunday kishilarni o'zi o'lib qilib, bu dunyoda shunday kishilardan bulanmaganligiga zalinib, shunday kishilarni o'lib qilmadi. Neçe birisi g'arbliklar yoki yevropaliklarning fan texnika yoki taraqqiyotlarini o'rganishdan sirat ularning buzg'unchilik iddialarini o'ziga ulgu qilib, shu iddialarni tarqitish uchun, shularni ulgu qilib, shu ulgisi uchun o'zining qalbidagi barliq muhabbatini shularga bag'ishlaydi. Shuning uchun oilasi, o'ziga tava jamiyati odamlarini shu fikrda tarbiyalab chiqadi. Shunga dunyo musulmonlari hozirgi biz turayotgan bu dunyoda yashayotgan barliq insonlarning hayoti qaraydigan bo'lsak,
bularning zan tatgan asosliq o'lchimi o'zining asliyatini topolmaslikda. Ya'ni payg'ambarlar alayhimussalatu vassalam va solihlarni ulug' qilish yo'lidan ketganlikda. Shuning uchun Alloh sura Fatihada bizga alohida ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim deganlik mush oyat orqali bizga bizning haqiqiy ulgimizning qalbimiz, ruhimiz, vujudimizdan suyib ularning qilgan ishini amallashtirsak, dunyo va oxirat baxsaatga erishadigan shu ulgularimizni bizga bayon qilib, shularning birisi payg'ambar ekanligini, eng oldin qatorda turdigini, payg'ambarlar ekanligini va ularning izidan olgan solihlar ekanligini bizga mush sura Fatihada bayon qildi. Shuning uchun shu biz ularni ulgu qilib, ularning keyindan ma'digan payg'ambarlarningki birisi eng ulul azmi, irodalik bo'lgan payg'ambarlardan birisi Nuh alayhisalom. Biz mush payg'ambarlar bilan billa ma dunyoda yashaydi ekanmiz. Payg'ambarlarning o'zi bilan bu dunyoda hamroh bo'la olmasakmi, oxiratda jannatda hamroh bo'lamiz. Payg'ambarlarning qilgan ishini tiyib, chechib, yurib yashaydi ekanmiz. Payg'ambarlar alayhimussalatu vassalam bilan billa jannatda, jannatning baxtlaridan huzur olamiz. Shuning uchun bu payg'ambarlarning eng muhim vazifalaridan birisi da'vat qilish. Shu da'vatdan so'ng to'g'anlar ulgisi Nuh alayhissalatu vassalam va barliq islom dinini dunyoga tarqatgan payg'ambarlar. Amma mush Nuh alayhissalomning hayotida eng qattiq, eng mushaqqatli bir hayot o'tgan. Alloh taolo deganki: "Va laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 aman fa akhadahumut tufan wa hum zalimun." Biz Nuh alayhissalomni o'z qavmiga o'zimiz tarafdan bo'lgan elchi qilib avatdik. Ya'ni mening jannatimga kirsin, meni tonisin, men bu dunyoning ne'mat beruvchi ilohi meni haqiqiy cho'ng bilib, ne'mat beruvchiga aytsin, aqlni joyiga ishlatsin, ne'matga qul bo'lmay, balki ne'mat beruvchiga qul bo'lsin deb payg'ambar alayhisolatu vasallamni iborat Nuh alayhisalomni payg'ambar qilib avatdik. Nuh alayhisalom ularning ichida 1000 yil da'vat qildi. 1000 yil turib faqat 50 yil kam 1000 yil ularni Alloh taolo tarafiga da'vat qildi. Ularni Alloh subhanahu va taoloning da'vatini qabul qilmaganlik tufaylidan to'fon balasi, yer yuzini suv qaplash balasi orqali Alloh jazoladi. Nimishqa desa, Alloh bularga zulm qilganlik emas, balki Alloh ularga hayotlikni berib, payg'ambarni do'zaxdan ogohlantirib, iymonga chaqirib, avasini qabul qilib unumgan, o'ziga o'zi zulm qilganlikdan. Aslida inson aqlni ishlatsa, payg'ambar kelgan hamallam payg'ambarning so'zi inson tabiatiga qatdi. Lekin ularning qalbi, ruhi, vujudi havasga, shaytonlikqa, butparastlikka, shirkka, azg'unlikqa, johiliyatga kunab ketganlikdan Allohning payg'ambarlarining so'zini anglamadi. Mana bu nasihat orqali Alloh bizni shuningga ogohlantirdiki, Muhammad alayhisolatu vassalamning ummati ishidimi Nuh alayhisalomning ummatiga o'xshash 1000 yil 950 yil hattoki da'vat qilinsimi islomga kirmaydigan insonlar bo'lib qolsa, da'vat qiluvchi shaxslar o'zining qilgan da'vatidan umidsizlanmay da'vatda mustahkam tursin deganlikka ogohlantirish. Biz hozirgi dunyoning tarixiga qarasak, masalan, dinsizlar deyli, jungolik dinsizlar, Xitoylar 1000 yildan tortib bulg'a islom din da'vatlari bizning Uyg'ur zaminlaridagi musulmonlarning Allohga ishonganlik ovozi orqali yetib turgulik. Ular bizning Allohga ishonganligimizni, payg'ambarga ishonganligimizni biladi. Umumatan ularga o'z tilida da'vat doim yetmasimi, ularning orasidagi ular musulmon bo'lgan millat orqali ular islom din ham ma'lum tariqada yetaklik, ham dunyoda har tarafda islomning ovozlari yamroqlik. Mana hozirga qadar Jungo islomni dinsiz Xitoylar islomni umuman qabul qilgan yo'lga kirmaganlik, balki islomni yer sharidan yo'qotishga, islomga cho'qingan musulmonlarni o'ltirishga, yo'qotishga, hilok qilishga iddisini, aqlini barliq bo'lgan Allohga mansub bo'lgan aloqasini uzib, ularni dunyoda mukaga kelmaydigan oxiratlik bo'lgan payg'ambar alayhisalomning ummati bo'lib, oxiratda jannat kirishga arzimaydigan bir mavjud yo'q bir xalqqa aylantirishga tirishmoqda. Shuning uchun biz Alloh taologa ishongichi barliq
qarindoshlar, bariq yoshlar biz o'zimiz hushyor turishimiz kerak. Shuning uchun Nuh alayhisolatu vasallam ayni vaqt 950 yil da'vat qilgan. Nuh alayhisalomning ummatidan musulmon bo'lganlar alan 80 ni aşmaydi ekan, shunday kunni bo'libdi ekan deb o'ylashingiz mumkin. Shuning qaragan vaqtida shunda insonlar hozir bor, Jungo bor, Rossiya bor, yine Yevropa nurg'un davlatlar bor. Musulmon bo'lganlar ularning sonini qaragan vaqtida musulmon bo'lmaganlardan, musulmon bo'lganlar bak az. Hozir qadar 1000 yil shunda payg'ambar alayhisalom payg'ambarlik qilib 1000 yil 1400 yil bo'lgan bo'lsa-mu, islom ulug'a yetgan bo'lsa-mu qabul qilmoqlik. Nurg'un da'vatchilar shuni islomga chaqiramiz deb, nurg'un jafoni tartiqliq, nurg'un mujohidlar, nurg'un qarindoshlarimiz shular islomga, islom din, islomiy hayot, islomiy dunyo, islomiy hokimiyatga o'zgartimiz deb nurg'un jafoni tartiqliq. Shuning uchun bizning eng muhim vazifamiz nima desa, mana shunday qiyinchiliklar bo'lsa-mu, mush qiyinchilikda qiyinchilikqa tiz tukmay sabr qilishimiz, bizning faqat mush qilgan da'vatimizningki ajrini Allohdilla umid qilishimiz bizga lozim. Shuning uchun 1000 yil yoki 500 yil yoki 100 yil yoki 50 yil da'vat qildik, qilgan da'vatimizdan boshqalar qabul qilmadi deb bunda qaramay, balki da'vat qilg'ishi o'zimiz, balki Allohning da'vatini joyida qila oldikmi? Da'vat qilish yo'limiz, vositamiz Qur'onning yo'riga, Qur'onning nuriga tushanda biz o'zimizda boshqalarga ta'sir qiladigan iymon nur hidoyat bormi? Biz islomning haqiqiy musulmonlar, islomning obraziga vakillik qila oldikmi? Yoki Qur'on hadis qarasa bir ko'rinish, bizni qarasa islomning amidi bizda ko'rilmay, boshqalarning islomga kirishiga to'saqlab bo'lgan fitna o'zimizdan paydo bo'lib qoldimi? O'zimizning kuchi, o'zimizning zarbalarini xos fitnasi o'zaro bir-birimizni qilib, dushmanga, kufrga, tog'utlarga, dunyo dushmanlariga qarta bir qo'l, bir kuch, bir ruh, bir jasad mustahkam qurg'onga aylanmadikmi degan bu o'zimizningki ozliqning ustida o'ynashimiz. Agar boshqalar haqiqiy Qur'onga uyg'un islom da'vat ilib borgan bo'lsak, qabul qilmagan bo'lsa, bunga umid silmasligimiz kerak. Yana üstümüzde daim qarab turadigan Allah bor. Allah Taala yana Nuh alayhisalomning qavmiga qilgan shu kuchi Allohning qo'lida bor. Allah Taala Nuh alayhisalomga qilgandek, Ad Samud qavmiga qilgandek, Muhammad alayhisalomning dushmanlari bo'lgan Makkadagi, Madinadagi Allah'ның düşmanları Yahudlar ve Mekke müşriklerini Allah hilak kılıp öz yürüttürdün. Hatta ki özlerinin öylerini özlenip çıkıp Yahud'a çıkıp ketkendik. Mekke müşrikleri Bedir uğuşturdu hilak boğandak. Allah kapırlarını hilak kılıp İslam ne? Üstün kılışka Allah Teala kadir. Ama bizning birinci işimiz ne dese, Nuh aleyhissalatu vesselam o'xshash, Nuh aleyhissalatu vesselam Allah'ның diniga başqalarını başlashda, başqalarını hidayetga başlashda, o'zi ailesi cemiyet kişilerini hidayetga başlashda hech qandaq bir vositani tashlab qo'ygan emas. Hech qanday bir qitqan da'vat yo'llarini qo'yib qo'ygan emas. Kechilikdimi, kunduzgillikdimi, maxfiymi, oshkorimi, oqimoqa doim o'z atrofidagi özünün xalqini İslam'a davet qilishga bu şapqamay daim tirishchanlik qilgan. Bu tirishchanlik qilish 950 yil davomlashgan. Allah Taala bu to'g'riliq deganki, "Va inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum." Haqiqatan men har qachon o qavmimni davet qilsam, ularga Allah kechirim qilish uchun, ya'ni iymon aytib, islomga kirib, ilgari gunohlarga pushaymon qilib, dunyoga yaxshi bo'lgan, Alloh qulchilik qilgan bir amaliyotni barpo qilib, Alloh taoloni ustun bilib, burungi barliq jahiliyat butlarini, dinsiz hayotni hammani dunyodan yo'qotib, dunyoga tabiiy Alloh taolo xolis bo'lgan bir tavhid haqiqiy Allah xolis bo'lgan, haqiqiy ixlosman bir musulmonlar dunyosini barpo qilishga men chaqirsam, ular barmoqlarini quloqlarga tiqib oldi. Ular o'zining kiyimiga yo'ginib oldi va ular ching turdi va g'oyat yo'g'onchilik qildi. Bak qattiq yo'g'onchilik qilishda dedi. Demak, bu yerda 4 xil masalani bizga o'ttirib qo'ydi. Birinchi qilib barmoqlarini quloqlarga tiqib oldi deganning ma'nosi nima? Da'vat qitqan yo'llarning har qandig'ini ityapti. Da'vatdan yiroq turishni asos qildi. Da'vat bizga yetmasin dedi. Masjidlarda tabliq qiladigan da'vat konaylarini, da'vat lavolarini, masjidning binolarini olyapti. Maktab, har turli da'vat qilish
yaxshi bo'lgan da'vat qilish o'rinlariga yaqin bo'lgan shundaq kishilarning ballarga, avlodiga, unutuqqan yaqin yo'qlarga, jamiyatiga, hukumat organlariga da'vat etilgan o'rinlardagi islom tashviqot laballarini, shunda tashviqot, tor, internet, televizorlarni o'chiribdi. Torlarda, internetda, televizorlarda da'vat qilish o'rinlarining shaklida radio her türlü yaxshi bo'lgan da'vat qilish o'rinlarini bular yo'qotdi. Yaxshi da'vat qiladigan, ovozi go'zal, haqiqati islomga, qalbi islomga eshitilgan, Alloh taolo uchun barligini qurbon qilgan Muhammad alayhisalom va sahobalardek dunyoda hech kimning ularni qo'llashi yoki ularni cho'ng bilishi, ularni yo'g'on bilishi o'ylamaydigan, faqat islomning ham o'zining qurbonligini, islomning ham dunyoda ustun bilishini hayoti bilan qurbon berib, ashuni cho'ng birdigan Alloh xolis bo'lgan musulmon rahbarlarimiz, ustozlarimiz, qandoshlarimizni dünyanın her qaysi yerinde tuttu, soludu. Ularni haq ovozini aytdi. Ular o'zining kiyimiga o'rnib oldi deganning ma'nosi har qanday haqsiz chaqiradigan o'ringa beshtin yetib oldi. Telefonları, televizorları, internetleri, torları, da'vat o'rinlarida haqiqat ovoz chiqsalam sirp o'tkazadigan, uni olg'ilmaydigan, uning tepalariga har turli shaytonninki yalang'och premlerini chiqarib qo'ydigan, har qanday bir islom da'vati, islomiy hidoyatni yuradigan, yaxshi bo'lgan o'rin, yaxshi bo'lgan da'vat qiladigan bir o'rinlarga hatto berib qilishim yaxshi ko'rmaydigan, bu shunday berib qilamizmi deb bularni so'laydigan, islom da'vatini maxfiy, hatto adam yo'qadi qilganlarning ovozini yo'qtimiz deb bularga neçilden kesip yo'qtadigan, o'ltiradigan, so'laydigan, bularni zaharlaydigan, mushundaq jirmani oladigan, bularni adam boyaga bog'ilib qo'ymaydigan, adam boyaga Allohning nur hidoyatini yetkazganlarni to'sab cheklaydigan, bularni jamiyatdan va jamiyatning barliq aloqalaridan cheklaydigan, hattoki islomiy bo'lgan ko'rinish, islomiy bo'lgan kiyim-kechak, islomiy bo'lgan hijob, islomiy bo'lgan din o'lchamlari, dini bo'lgan sunnat, dini bo'lgan Qur'on hadisning nur hidoyatini oshkor qiladigan yo'llarni mangsa bularga sen islom ko'rinishini mangsa deb bularni so'laydigan tutgan mana mushundaq omillarni qildi. Uning ayishib mushuni qilishda davom etdi. Yilga, zamonga, davriga tiqimi chiqib mushunda keldi. Vastakbaru istikbara. Ular o'zini cho'ng his qildi. Biz mushundaq dinni cheklaydik, bu dinni o'qitishga biz kuchimiz yetdi degandek, ash o'zininki azjaq shakldiki musulmonlarga zarar beradigan shu yomonligidan buni o'zini bak cho'ng his qilib qoldi. Deb mana shu bularning vayron bo'lishiga bo'lgan sababni, bularni vayron qilishga, Alloh hiloq qilishga bo'lgan sababni Allohning oldiga qo'yib, Nuh alayhisalom Alloh taolaga o'zining qilgan da'vatini shikoyat etdi. Andın Allah ularni hiloq qildi. Şu Allah'ın hiloq qilgan, Nuh alayhisalom hiloq qilgan şu quvvati hozir var. Allah evvelen ve ahiren, zahiren ve batinen davr kıyamet kışı, daim Allah, her daim davr kıyamet ve kıyametin aldı. Allah'ın güçü tükep kalmaydı. Şunun için Allah mana şundaq Nuh alayhisalomning qavmini kim doğrusa, hozirgi zamondagi Nuh alayhisalomning qavmini doğurgan insonlardan, Xitoylardan, Rusdan, Amerikadan, Yevropa, G'arblardan mı Allah yine intiqom olishga yine qodir. Ama bir yerde en mühim işten birisi nima desa, da'vat qilguvchilar evvelen mush payg'ambarlar atrofga da'vat qilgandek kechalari, kunduzlari har xil vasita orqali da'vat qilish. علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع